ayni damda biz Buxoro shahridagi markaziy dehqon bozoridamiz. Bugun ayni mana shu dehqon bozorida jurnalist, ommaviy axborot vositalari va blogerlar uchun matbuot anjumani hamda press tur tashkil etildi. Undan ko'zlangan maqsad bozorda 2024-yil hamda 2025-yilning dastlabki 5 oyida amalga oshirilgan ishlar haqida axborotlarni taqdim etish edi. O'z qanaqa состояниесida onun dostlası bor. O'z turistlar даже kelsa, "Oy, katta приятно" deydi-da. Xalq tilida yoymachilar deb aytadi. Agar eslaringizda bo'lsa, yerda fartuqlarni tashab, ustlariga tayoqcha qilib, fartuq bog'lab shunaqa o'tiradi. Birinchi o'rinda mana rahbar kelganlardan keyin shu narsani aytdilarki, birinchidan bu bizlarga bu yer. Shahrimizga keladigan mehmonlar ko'radi. Ikkinchidan, fuqarolarimizga ozgina toplar yaratadi. Kattakon rahmat deymiz. Mana shu yo'llar shunday ruschasiga aytsam agar hol o'taydi-da. Asfalt emas edi, chiroy emas edi. Hamma sharoitlarni qilib berib, svetlarni tekinga qilib berib, bizga sharoitni yaratib berganlari uchun avval bu kishiga keyin prezidentimizga rahmat. Mana shu yerga 80-yildan beri savdo qilaman. Bozor endi egasini topdi. Endi egasini topdi.